Andijonda ichki ishlar xodimi pichoqlab o'ldirildi. 1-iyul kuni kechqurun Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani Yuksalish mahallasidagi xonadonda janjal bo'layotgani haqida xabar kelib tushgan. Hudud profilaktika inspektori katta leytenant Abdurasul Abduvaliyev mahalla raisi bilan birga voqea joyiga yetib borgan. Ma'lum bo'lishicha, 65 yoshli fuqaro Yunusali Tumarovich Xolbozorov mast holda oila a'zolariga pichoq bilan tahdid solgan va uni zararsizlantirish jarayonida Xolbozorov qo'lidagi pichoq bilan ichki ishlar xodimining ko'krak qismiga zarba berib qochib ketgan. Olgan jarohati oqibatida inspektor shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtida ko'rsatilgan yordamga qaramasdan vafot etgan. Uning o'limi ortidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish 2-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumondor Yunusali Xolbozorovni qo'lga olish bo'yicha tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar vazirligi ushbu shaxs haqida biron bir ma'lumotga ega bo'lganlarga zudlik bilan yaqin oradagi ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga murojaat qilishni so'ragan. Ma'lumot bergan fuqaroning shaxsi esa sir saqlanishi kafolatlanadi. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. So'nggi xabarlarni Qalampirda kuzatib boring.